Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim va har birimizga tegishli bo'lgan masalani atroflicha muhokama qilamiz. Bu sizning keyingi pensiya to'lovingiz to'g'ri va o'z vaqtida kelishini ta'minlash haqida. Pensiya bu nafaqat moddiy ta'minot, balki ko'p yillik mehnat faoliyatingizning mevasi, davlat tomonidan kafolatlangan hayotiy ehtiyojlaringizni qoplash vositasidir. Shuning uchun uning uzluksiz kelishi juda muhim. Agar sizning pensiyangiz kechiksa yoki umuman kelmasa, bu qanday muammolarga olib kelishi mumkinligini hammamiz yaxshi bilamiz. Aynan shunday holatlarning oldini olish uchun biz bugun nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, ularning oila a'zolari uchun, hatto yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun ham o'ta dolzarbdir. Iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ularning ham hayotida muhim o'rin tutishi mumkin. Muammoning mohiyati avvallari pensiya olish jarayonlari ancha sodda va ba'zi jihatdan qulayroqdek tuyulardi. Ko'pchilik pensiyasini pochta orqali yoki bevosita uyiga yetkazib berish xizmati orqali olardi. Bu usul ayniqsa bankka borishga qiynaladigan keksa yoshli fuqarolar uchun qulay edi. Pensiya jamg'armasiga bir marta hujjat topshirilsa, keyinchalik har oy pensiya o'z-o'zidan kelishi kutilardi. Biroq zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi, davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlari va pandemiya davrida paydo bo'lgan zarurat tufayli bu sohada ham jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda pensiya tizimi yanada shaffof, tezkor va xavfsiz bo'lishi uchun bir qator yangi talablar va mexanizmlar joriy etildi. Bu o'zgarishlar bir tomondan qog'ozbozlikni kamaytirib, to'lovlarni tezlashtirdi, ikkinchi tomondan esa ba'zi fuqarolar uchun qo'shimcha e'tiborni talab qiladigan vaziyatlarni yuzaga keltirdi. Masalan, fuqarolarning ma'lumotlar bazasida yagona identifikatsiya tizimiga o'tish, bank kartalarining keng qo'llanilishi, davlat xizmatlari markazlari orqali xizmatlarning taklif etilishi kabi yangiliklar pensiya olish jarayoniga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu o'zgarishlar fuqarolardan ham ma'lum bir mas'uliyat va yangi tizimlarni tushunishni talab qiladi. Shu sababli pensiyangizni muntazam va muammosiz olish uchun avvalgi odatiy tartiblarni qayta ko'rib chiqish va yangi talablarga moslashish zarurati paydo bo'ldi. Agar siz ma'lumotlaringizni yangilamagan bo'lsangiz, manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, keyingi pensiyangizning to'g'ri kelishi muammo tug'dirishi mumkin. Pensiya tizimiga kiritilgan o'zgarishlar natijasida endilikda har bir nafaqaxo'r o'zining shaxsiy ma'lumotlari, bank rekvizitlari va aloqa vositalarining dolzarbligiga alohida e'tibor qaratishi shart. Avvallari pensiya jamg'armasi xodimlari fuqarolarning uyiga borib, holatni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo hozirda bunday amaliyotlar kamayib bormoqda va ko'pchilik masalalar masofaviy raqamli tizimlar orqali hal qilinmoqda. Bu esa har bir fuqarodan o'z ma'lumotlarini mustaqil ravishda nazorat qilishni va zarur bo'lganda o'z vaqtida yangilashni talab etadi. Aks holda pensiya to'lovlari vaqtida amalga oshirilmasligi, hatto butunlay to'xtatib turilishi mumkin. Bu esa fuqarolarning ijtimoiy himoyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va kundalik hayotda jiddiy noqulayliklar tug'diradi. Pensiyangiz kelishini ta'minlash uchun nimalarni bilish kerak? Avvalo, siz qanday turdagi pensiya olasiz? Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Har birining o'ziga xos jihatlari bor. Eng asosiysi, pensiya olish usulingizni aniqlab oling. Hozirda pensiyani olishning bir nechta asosiy usuli mavjud. Bitki. Bank kartasi orqali. Bu eng keng tarqalgan va zamonaviy usul. Pensiya bevosita bank hisobingizga tushadi. 2 pochta bo'limi orqali. Pensiya mahalliy pochta bo'limida naqd pul shaklida beriladi. Uyga yetkazish. Pochta xodimi pensiyani uyingizga olib kelib beradi. Bu usul odatda keksa yoshlilar, nogironlar va bankka borish imkoniyati cheklanganlar uchun mo'ljallangan. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Xavotir olish kerak bo'lganlar. Bir manzilini o'zgartirganlar. Tasavvur qiling. Daytning yoshli Oysha opa Toshkent shahridan qishloqdagi o'g'lining uyiga ko'chib o'tdi. Agar u o'z manzili o'zgarganligini pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga xabar bermagan bo'lsa, uning pensiyasi eski manzilga jo'natiladi. Agar u pochta orqali olgan bo'lsa, pochta xodimi uni topa olmaydi va pensiya qaytariladi. Natijada Oysha opa keyingi oy pensiyasi qolishi mumkin. Bu shuni anglatadiki,
ma'lumotlar tizimda yangilanmaguncha u o'z pensiyasini ola olmaydi. O'sha opaning bu holatda pensiyasi kelish muddatlari ancha cho'zilib ketadi. Chunki avval qaytgan pulni qayta jo'natish uchun yana bir necha kun talab etiladi. Bank kartasi muddati tugagan yoki yo'qolganlar. Ahmad akaning bank kartasining amal qilish muddati shu oy tugadi. Ammo u yangi karta olishga ulgurmadi. Pensiya bankka keladi, lekin Ahmad aka uni yechib ola olmaydi. Ba'zi banklar kartaning muddati tugasa hisobni avtomatik ravishda bloklaydi. Bu esa pensiyaning hisobga tutishiga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Bu holatda pensiya hisobga tutsa ham uni ishlatish imkonsiz bo'ladi. Kartaning muddati tugashi esa avtomatik ravishda pensiya to'xtab qolishiga olib kelmasa ham uni olishga jiddiy to'sqinlik qiladi. Ahmad aka yangi karta olguncha yoki bank hisobini boshqa karta bilan bog'laguncha o'z puliga ega bo'la olmaydi. Shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari pasport ID karta bilan bog'liq muammolar bo'lganlar, masalan, Guli opa eski pasport bilan pensiya olayotgan edi. Keyin ID karta oldi. Ammo bu o'zgarishni pensiya jamg'armasiga bildirmadi. Tizimdagi ma'lumotlar eski pasport bilan bog'liq bo'lib qolishi mumkin. Ba'zan pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni avtomatik yangilasa ham ayrim holatlarda tizimda tafovutlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda pensiya olishda ma'lumotlar nomuvofiqligi sababli muammolar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Guli opa bankdan pensiyasini olishga borgan edi. Uning ID kartasidagi ma'lumotlar bilan bankdagi yoki pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlar mos kelmasligi sababli bank operatsiyani amalga oshirishdan bosh tortishi mumkin. Bu esa pensiyaning kechikishiga olib keladi. 4. Uzoq vaqt chet elda bo'lganlar. Agar fuqaro uzoq vaqt chet elda bo'lsa va bu haqda tegishli organlarga xabar bermagan bo'lsa, uning pensiya to'lovlari to'xtatib turilishi mumkin. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi bolalarning vasiylari yoki nogironlik pensiyasini oluvchilar uchun muhim. Chunki ular vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tishlari talab etiladi. 5. Biometrik ma'lumotlar bilan bog'liq muammolar. Ba'zi holatlarda barmoq izi yoki yuzni aniqlash tizimlarida muammolar bo'lishi mumkin. Ayniqsa keksa yoshli fuqarolarda. Bu ayniqsa pensiya kartasini olganda yoki ba'zi xizmatlardan foydalanganda muammolar tug'dirishi mumkin. Masalan, Saqini yoshli Salima buvi har oy o'z pensiyasini bankomatdan olishga qiynaladi. Chunki uning barmoq izlari yoshga bog'liq o'zgarishlar tufayli yaxshi aniqlanmaydi. Bu esa uning har oy bankka borib operator yordamida pensiyasini olishiga sabab bo'ladi. Nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar. Pensiyani bank kartasi orqali oladiganlar va doimiy yashash joyini o'zgartirmaganlar. 2. Ma'lumotlari doimiy ravishda yangilanib turadiganlar. Masalan, Gov.uz orqali muntazam ravishda tekshiruvchilar. 3. Pensiya jamg'armasi va bank bilan doimiy aloqada bo'lganlar. Muhim hujjatlar va muddatlar. Pensiya olish uchun eng muhimi albatta sizning shaxsiy guvohnomangiz, pasportingiz yoki ID kartangizdir. Bundan tashqari pensiya guvohnomasi va bank kartangiz rekvizitlari ham muhim. Har qanday o'zgarishlar, manzil, familiya, bank hisobi haqida imkon qadar tezroq. Ya'ni o'zgarish yuz bergan kundan boshlab bir oy muddat ichida pensiya jamg'armasiga xabar berish tavsiya etiladi. Bu muddatga rioya qilmaslik pensiyaning kechikishiga yoki to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Pensiya tizimida shaffoflikni oshirish va qog'ozbozlikni kamaytirish maqsadida bugungi kunda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda saqlanadi va ularga tegishli idoralar tomonidan avtomatik ravishda kirish imkoniyati yaratilgan. Biroq bu har doim ham mukammal ishlayvermaydi. Ba'zan tizimlar o'rtasida ma'lumot almashinuv kechikishi yoki xatoliklar yuz berishi mumkin. Misol uchun, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari ma'lumotlarni kech yuborish natijasida pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilay olmaydi. Bu holat ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar uchun muhim. Chunki bolalar voyaga yetganda yoki oilaviy ahvolda boshqa o'zgarishlar yuz berganda pensiya to'xtatiladi. Agar ma'lumotlar bazasida bu o'zgarishlar o'z vaqtida aks etmasa, ortiqcha to'langan pensiya summalari keyinchalik undirilishi mumkin. Bu esa fuqaro uchun qo'shimcha byurokratik jarayonlar va stressga sabab bo'ladi. Istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi, pensiya tizimida ham ba'zi istisnolar va kutilmagan holatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Nogironlik pensiyalari va tibbiy ko'riklar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart. Agar belgilangan muddatda tibbiy ko'rikdan o'tilmasa,
pensiya to'lovlari avtomatik ravishda to'xtatiladi. Tasavvur qiling, 55 yoshli Komil aka har yili o'z nogironlik guruhini tasdiqlash kerak. Ammo bu yil u kasalligi sababli yoki shunchaki esdan chiqarib, belgilangan sanada tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga temiy bormadi. Natijada keyingi oy pensiya tushmadi. Buning sababi shundaki, pensiya jamg'armasi tizimi TMEKdan yangilangan ma'lumotlarni olmagani uchun pensiyani to'xtatadi. Bu holatda Komil aka darhol TMEKga murojaat qilib, ko'rikdan o'tishi va keyin pensiya jamg'armasiga hujjatlarni taqdim etishi lozim. Bu jarayon bir necha kun yoki hatto hafta davom etishi mumkin. Ikkida bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari, bu turdagi pensiyalar odatda bola 18 yoshga to'lgunga qadar to'lanadi. Agar bola ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirsa, pensiya 23 yoshgacha uzaytirilishi mumkin. Ammo buning uchun ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma olib, uni pensiya jamg'armasiga taqdim etish shart. Agar ma'lumotnoma o'z vaqtida taqdim etilmasa, bola 12 yoshga to'lgandan so'ng pensiya to'lov to'xtatiladi. Misol uchun, bir talaba qiz 18 yoshga to'lganidan keyin o'zining ta'lim muassasasida o'qishni tasdiqlovchi hujjatni pensiya jamg'armasiga bermagan. Natijada keyingi oy uning pensiyasi tushmagan. Bu vaziyatda u avvaliga pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, buning sababini aniqlashi, keyin esa zudlik bilan talabalik ma'lumotnomasini olib borib topshirishi kerak. Pensiya to'lovlari ma'lumotnoma taqdim etilgan kundan boshlab qayta tiklanadi. Ammo o'tib ketgan muddat uchun pul qaytarilmaydi. 30. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar, chet elda doimiy yashovchi O'zbekiston fuqarolari uchun pensiya olish tartibi alohida qoidalar bilan tartibga solinadi. Ular hali ma'lum bir sanada o'zlarining tirikligini tasdiqlovchi hujjatni, masalan, yashash mamlakatidagi elchixona yoki konsullikdan pensiya jamg'armasiga yuborishlari shart. Aks holda pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Bu qoida o'lim holatlarini o'z vaqtida aniqlash va ortiqcha to'lovlarni oldini olish maqsadida joriy etilgan. Bu holatda 85 yoshli Rustam aka Germaniyada yashaydi. U har yili elchixona orqali tiriklik to'g'risidagi guvohnomani yuborishi kerak. Agar u buni unutib qo'ysa yoki kechiksa, pensiyasi to'xtatib turiladi. Pensiya to'lovini qayta tiklash uchun u yangi guvohnomani taqdim etishi va biroz kutish kerak bo'ladi. 4. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligida doimiy ravishda o'zgarishlar va yangilanishlar bo'lib turadi. Bu o'zgarishlar pensiya miqdori, to'lash tartibi yoki pensiya olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensiya hisoblash formulalaridagi o'zgarishlar, ish stajiga oid yangi talablar yoki pensiya yoshini oshirish kabi chora-tadbirlar bevosita nafaqaxo'rlarga ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zgarishlarni kuzatib borish va tushunish muhimdir. Hukumat qarorlari va prezident farmonlarini doimiy ravishda kuzatib borish pensiya bilan bog'liq yangiliklardan xabardor bo'lishga yordam beradi. 5. Texnik nosozliklar. Ba'zan muammolar sizga bog'liq bo'lmaydi. Bank tizimlarida nosozliklar, pochta xizmatidagi uzilishlar yoki pensiya jamg'armasining ichki tizimlarida texnik muammolar pensiya to'lovlarining kechikishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda imkon qadar tezroq aloqaga chiqib, sababini aniqlash va tegishli choralar ko'rish muhimdir. 70 yoshli Murod aka har oy pensiyasini bank kartasiga oladi. Bir oy pensiya tushmadi. U bankka bordi. Bankda muammo yo'qligini aytishdi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda ularda tizimda texnik nosozlik bo'lganini va pensiya kechikib tushishini ma'lum qilishdi. Bunday vaziyatda Murod aka kutishdan boshqa chorasi yo'q edi. Ammo u tezda murojaat qilgani uchun muammoni tezda aniqlashga muvaffaq bo'ldi. 6. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar nafaqaxo'r pensiyasini shaxsan o'zi ola olmasa va boshqa bir shaxs, masalan yaqin qarindosh, uning nomidan pensiya olmoqchi bo'lsa, buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Bu ishonchnomaning amal qilish muddati odatda 3 yildan oshmasligi kerak. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pensiya olish imkonsiz. Shu sababli ishonchnomaning amal qilish muddatini muntazam ravishda tekshirib turish va zarur bo'lganda uni yangilash muhimdir. Masalan, 8 yoshli Nodira bu pensiyasini o'g'li Orif aka ishonchnoma bilan olardi. Orif akaning ishonchnomasi shu oy muddatini tugatdi. Agar u yangi ishonchnoma olmasa, keyingi oy pensiya to'xtatib turiladi. Bu holatda Orif aka notariusga borib yangi ishonchnoma rasmiylashtirishi va uni pensiya jamg'armasiga taqdim etishi kerak. Yetti aloqa uchun telefon raqami va SMS xabarnomalar. Bugungi kunda pensiya jamg'armasi va banklar ko'pincha fuqarolar bilan SMS orqali bog'lanadi. Pensiya to'lovi hisobga tushgani.
kartaning muddati tugashi yoki boshqa muhim xabarlar haqidagi ma'lumotlar telefoningizga SMS orqali kelishi mumkin. Shuning uchun bank kartangizga bog'langan telefon raqamingizning doimiy faol bo'lishi va u o'zgarganda darhol bankka xabar berishingiz juda muhimdir. Agar sizning telefon raqamingiz o'zgarsa va siz bu haqda bankka xabar bermasangiz, muhim xabarlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Takas, pensiya jamg'armasi va davlat xizmatlari markazlari o'rtasidagi farq. Ko'pchilik pensiya bilan bog'liq masalalarda qaysi organga murojaat qilishni bilmaydi. Asosiy pensiya masalalari pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lovlarni to'xtatish, tiklash pensiya jamg'armasining joylardagi bo'limlar tomonidan amalga oshiriladi. Biroq shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, pensiya to'lov usulini o'zgartirish kabi xizmatlarni davlat xizmatlari markazlari orqali ham olish mumkin. Davlat xizmatlari markazlari esa pensiya jamg'armasining axborot tizimi bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi. MyPodgov. Uz portali orqali ham pensiya ma'lumotlarini tekshirish va ba'zi arizalarni yuborish imkoniyati mavjud. Amaliy maslahatlar: siz nima qilishingiz kerak? Pensiyangizning kelgusida muammosiz kelishini ta'minlash uchun quyidagi amaliy qadamlarni bosib o'tishingizni tavsiya qilaman. 1. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. A. Pasport ID karta ma'lumotlari. Pasportingiz muddati tugamaganligini, ism-sharifingiz va tug'ilgan sanangiz kabi ma'lumotlar to'g'ri yozilganligini tekshiring. Agar yaqinda ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, bu o'zgarishni pensiya jamg'armasi tizimiga kiritilganligini tasdiqlash uchun pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Eski pasport bilan olingan pensiya guvohnomasi va yangi ID karta ma'lumotlari o'rtasidagi tafovutlar muammoga olib kelishi mumkin. B. Yashash manzili. Agar doimiy yoki vaqtinchalik yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda darhol pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga xabar bering. Buni My.gov portali orqali ham amalga oshirish imkoniyati mavjud. Manzilingizdagi o'zgarish ayniqsa pensiyani pochta orqali yoki uyga yetkazish xizmati orqali oladiganlar uchun o'ta muhim. J. Aloqa uchun telefon raqami. Sizning shaxsiy telefon raqamingiz pensiya jamg'armasi va bank tizimlarida ro'yxatdan o'tganligiga ishonch hosil qiling. Agar raqamingiz o'zgargan bo'lsa, uni bankda ham, pensiya jamg'armasi tizimida ham yangilating. Bu sizga muhim SMS xabarnomalarini o'z vaqtida olish imkonini beradi. 2. Bank hisobi va karta holatini tekshirish. A. Kartaning amal qilish muddati. Bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, bankka murojaat qilib, uni muddatidan oldin yangilab oling. Ko'pchilik banklar kartaning muddati tugashidan bir oy oldin bu haqda SMS orqali xabar berishadi. Ammo bunga doim ham ishonib qolmaslik kerak. O'zingiz muddatni nazorat qiling. Bir hisob raqamining faolligi, bank hisobingiz faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Ba'zi hisob raqamlar uzoq vaqt ishlatilmaganda bank tomonidan bloklanishi mumkin. Agar pensiyangizni biror sababga ko'ra boshqa bank hisobiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga yangi bank rekvizitlarini taqdim etishingiz shart. Buning uchun siz bankdan rekvizitlar to'g'risida ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. J. Bankning aloqa markazi. Agar sizda bank kartasi bilan bog'liq savollar tug'ilsa, bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki bevosita bankka tashrif buyuring. 3. Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlar kerak? A. Pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limi. Bu pensiya bilan bog'liq barcha asosiy masalalarni hal qiladigan asosiy organdir. Siz bu yerga manzil o'zgarishi, shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlar, pensiya turini o'zgartirish, nogironlik muddatini uzaytirish kabi masalalar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Bu davlat xizmatlari markazlari, bu markazlar orqali ko'plab pensiya xizmatlarini olish mumkin. Masalan, pensiya to'lov usulini o'zgartirish, bank kartasidan pochtaga yoki aksincha shaxsiy ma'lumotlarni yangilash. Bu markazlar odatda qulay joylashgan va ko'proq ish vaqtiga ega. My.gov portali. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, My.gov portali orqali bir qator xizmatlarni masofadan turib olishingiz mumkin. Bu yerda siz pensiya miqdori, to'lov tarixi, o'zingizning pensiya stajingiz haqida ma'lumot olishingiz. Shuningdek, ba'zi arizalarni elektron shaklida yuborishingiz mumkin. Kerakli hujjatlar: har qanday murojaat uchun sizga shaxsiy guvohnoma, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi va masalaga qarab qo'shimcha hujjatlar, masalan, bankdan rekvizitlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, manzil o'zgarganligini tasdiqlovchi hujjat, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, TMK xulosasi ishonchnoma kerak bo'ladi. 4. Ariza yozish tartibi.
Pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganingizda odatda maxsus shakldagi ariza to'ldirishingiz talab etiladi. Bu arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, murojaat sababini va qanday o'zgarishlar kiritmoqchi ekanligingizni aniq ko'rsatishingiz lozim. Ariza yozishdan oldin namunalarni ko'rib chiqing yoki markaz xodimlaridan yordam so'rang. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini o'zingizda saqlab qolishni unutmang. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning murojaatingiz tasdig'i bo'lib xizmat qiladi. 5. Murojaat muddatlari va javob olish. Pensiya jamg'armasi va davlat xizmatlari markazlari murojaatlarga qonunchilikda belgilangan muddatlarda odatda 15 ish kuni ichida javob berish shart. Agar sizning masalangizga javob berish kechikayotgan bo'lsa, tegishli idoraning yuqori turuvchi tashkilotiga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiyangizning kelishi nafaqat pensiya jamg'armasi, balki sizning ham mas'uliyatingizdir. O'z ma'lumotlaringizni muntazam ravishda tekshirib turish, o'zgarishlarni o'z vaqtida xabar qilish, bank kartangiz va hisob raqamingiz holatini nazorat qilish orqali siz keyingi pensiyangizning har doim to'g'ri va o'z vaqtida kelishini ta'minlaysiz, unutmang. Sizning pensiyangiz bu sizning haqqingiz va uning uzluksiz kelishi uchun zarur choralarni ko'rishga arziydi. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlarni sizga qimmatli deb hisoblasangiz, iltimos o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Sizga sog'lik va xayrli ishlar tilayman.